Jahon tarixi 43-mavzu Afrika xalqlari o'rta asrlarda. Afrika aholisi va xo'jaligi. Aholining aksari qismi 1000 yillik oxiriga qadar tashqi dunyodan ajralgan holda yashagan. Qit'aning tropik o'rmonlarida, sahrolarda ovchi va terimchi qabilalar joylashgan. Afrikaning Misrdan boshqa hududlarda yashagan ba'zi dehqonlar ildiz mevali ekinlarni yetishtirganlar. Savanna hududlarida yerda unumdor tuprog'i bo'lgan joylarga moslashgan temir tishli chopqilar bilan ishlov berilgan. Sahroi Kabirning atroflarida ko'chmanchi, yarim ko'chmanchi va o'troq qabilalar ham asosan chorvachilik bilan shug'ullanganlar. Sahroning janubida barbar va tuareglar, G'arbiy Afrikada Fulbe, sharqda Masai, Galla, Sidamo, Tigrelarda chorvachilik asosiy xo'jalik bo'lgan. Afrika davlatlari. Gana. Afrikaning sharqida Misr, Arabiston va Hindiston bilan savdo aloqalari ta'sirida qadim zamonlarda Nubiya va Aksum, hozirgi Efiopiya davlatlari tashkil topgan edi. Arab savdogarlari 7-asrlarda G'arbiy Sudan yerlariga, O'rta dengiz sohillaridan Afrikaga yuksak qadrlanuvchi tuz va boshqa mollarni keltirganlar. Savdo yo'llari kesishgan joylarda yirik qasaba qo'rg'onlar Aukar, Gana, Tombuktu, Gao, Mali vujudga kelgan. Musulmon savdogarlaridan tashqari mahalliy zodagonlar ham qo'rg'onlarda yashaganlar. Ular keyinchalik vujudga kelgan davlatlardagi boshqaruvni qo'lga oladilar. O'rta asrlarda Niger va Senegal daryolari havzasida dastlabki davlatlar Gana, Mali, Songailar tashkil topadi. Ularning dastlabkisi G'arbiy Sudandagi Gana bo'lgan. 18-asrda vujudga kelib, 10-asrda o'z taraqqiyotining cho'qqisiga erishgan. Gana, Mali, Songai va Aksum Afrikaning o'rta asrlardagi dastlabki davlatlari bo'lgan. Gananing daromad manbalaridan biri savdodan keladigan boj to'lovlari edi. Bojning asosiy qismini chetdan keladigan savdogarlar, arablar, barbarlar, yahudiylar to'plagan. Lekin mamlakatning katta boyligi oltin bo'lgan. Gana podshosi va zodagonlari oltin va tuz savdosidan katta foyda olgan. Podshoning kuchli qo'shini bo'lib, uning 200 ming askarning deyarli 40 mingini kamonchilar, ma'lum qismini esa otliq jangchilar tashkil etgan. Marokash sultoni Abu Bakr 1076-yilda katta qo'shin bilan Ganani istilo qilib, uni talagan. Bu voqealardan so'ng Gana podshosi Marokashga qaram bo'lib, boj yasoq to'lashdan tashqari o'z zodagonlari bilan islom dinini qabul qilishga ham majbur bo'ladi. Xalq qo'zg'oloni oqibatida marokashliklar hukmronligiga chek qo'yilganiga qaramasdan, Gana davlati parchalanib ketadi. Mali davlati. Mali davlat sifatida 8-asrda vujudga keladi. Uning keyingi rivojlanishiga qo'shni Gana davlatining qudrati to'sqinlik qilgan. 11-asrdan Mali aholisi islomni qabul qiladi. Bu esa mamlakatga musulmon savdogarlarning ko'chib kelishini tezlashtiradi. Hunarmandchilik va savdo-sotiqning rivojlanishi natijasida 13-asrda Mali o'z taraqqiyotining cho'qqisiga erishadi. Uning hukmdori Sondiata Ket 1230-1255 ko'p sonli kuchli qo'shin tuzadi. Bu qo'shin yordamida Sondiata karvon yo'llari o'tadigan hududlarni, oltin konlarini, qolaversa qadimgi Gana yerlarini egallaydi. Mali hukmdori istilo etilgan viloyatlar noibligiga o'z qarindoshlari va yaqinlarini tayinlaydi. Noiblar esa o'z navbatida lashkarboshi, amaldorlarga yer-mulklar in'om etishgan. Mahalliy aholidan soliqlar undirish ham noibning zimmasiga yuklangan. Ko'p o'tmay Mali butun arab dunyosida mashhur bo'lib ketadi. Uning hukmdori Musobir 1324-yilda Makkaga haj safari uyushtiradi. Muso bir o'zi bilan safarga ko'p oltin olib, yo'lda ularning saxiylik bilan tarqatib yuboradi.
Hukmdorga 8,000 jangchi va 500 ta qul hamroh bo'lib, bu katta karvon 10-12 tonna oltinni o'zi bilan olib ketgani taxmin qilinadi. Bu voqeadan so'ng uzoq yillar davomida arab dunyosida oltinning narxi past bo'lgan. Mali poytaxti Niara va boshqa shaharlarda hashamatli saroylar, masjidlar quriladi. Hunarmandchilik va savdo rivojlanadi, biroq ijtimoiy hayotda qabila zodagonlari mavqei saqlanib qoladi. Mali hukmdorlari o'z yaqinlarining toju taxtga tajovuzidan cho'chib, ko'pincha saroy amaldorlarini, lashkarboshlari va hatto jangchilarini ham qo'shni qabilalar vakillaridan olishgan. Mali aholisining asosiy qismi qishloqlarda yashovchi jamoalardan, jamoalar o'z navbatida yirik patriarxal oilalardan tashkil topgan. 14-asr oxiriga kelib feodal tarqoqlik, sulolaviy nizolar Malining zaiflashishiga sabab bo'ladi. 15-asrda Mali butunlay inqirozga uchrab, parchalanib ketadi. Mali davlati 8-15-asrlarda hukm surgan. 13-asrda Mali o'z taraqqiyotining cho'qqisiga erishgan, poytaxti Niara shahri bo'lgan. Songai davlati. Gana va Malining shimoliy sharqidagi Songai qabilalari yirik savdo markazlaridan biri Gao atroflarida yashaganlar. 1000 yillik boshlarida Songailar tuzgan davlat birlashmasi dastlab Mali ta'sirida bo'ladi. Malining zaiflashuvi esa islomni qabul qilgan Songailar hukmdori Almiga 14-asr oxirida ularni yengib, poytaxti Gao bo'lgan mustaqil davlat tuzish imkonini beradi. Songai davlati 14-15-asrlarda yuksalgan. U Niger daryosi havzasida o'z hukmronligini to'liq o'rnatadi. Mamlakat viloyatlarga bo'linib, ularni hukmdorning yaqin kishilari boshqargan. Songaining asosiy daromad manbai tranzit savdosi va oltin konlari edi. Aholidan undirilgan soliqlar ham muntazam oshib borgan va xazinani to'ldirish vositalaridan biri bo'lgan. Amaldorlarga taqdim etilgan katta yer mulklarda qullar ishlagan. Davrlar o'tishi bilan qullar qaram dehqonlarga aylanib borgan. Ularning avlodlari esa kichik yer mulkining erkin egalariga aylanib, davlatga faqat soliq to'laganlar xolos. Songaida maxsus yollanma qo'shin ham tuzilgan edi. Mamlakatda yuz bergan o'zaro urushlar, nizolar davlatni zaiflashtirib borgan. Bundan foydalangan Marokash sultoni 16-asr oxirida Songaini bosib oladi. Songai davlati 14-asr oxiridan boshlab mustaqil faoliyat ko'rsatgan. Poytaxti Gao shahri. Marokash sultoni 16-asr oxirida Songaini bosib oladi. Aksum davlati. Hozirgi Efiopiyaning shimolida qadimda Aksum davlati vujudga kelib, uning yuksalishi 4-5-asrlarga to'g'ri keladi. Aksum hukmdorlari karvon yo'llari joylashgan Arabistonning janubiy sohillarini, Sharqiy Sudanning bir qismini egallaydilar. Bu davlat Rim imperiyasi, keyinchalik Vizantiya bilan yaqin iqtisodiy va madaniy aloqada bo'lgan. Shu sababli Aksum hukmdori va uning a'yonlari xristian dinini qabul qiladilar. 7-asrda Aksum qo'shinini arab xalifaligi lashkari mag'lubiyatga uchratib, Arabiston yarimorolining janubidagi yerlardan mahrum qilgan. Aksumdagi vaziyat 11-asrga kelib murakkablashib, davlat parchalanib ketadi. Rivoyatlarga ko'ra, Aksumning birinchi hukmdori Manelik podsho Sulaymonning Arabiston malikasidan tug'ilgan o'g'li bo'lgan. Bu Aksumning Arabiston bilan aloqalari qadimdan yaxshi bo'lganini, sulolaning nomi tarixiy asosga ega ekanligini ko'rsatadi. Bugungi mavzumiz ham nisbatan uzunroq mavzulardan biri. Sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting, like bosib obuna bo'lishni unutmang.